Ham boqib, ham qoqishga to'y qachon deydi. Qayerlisiz o'zi? Qirg'izistonlik. Qayerdan? Noqat degan joyda. Yo'qotdanmisiz? No'qat qayeridansiz? Sahobadanman. Men Javobatliman. Qayerlisiz? Javobatdan bo'laman. Ikkovimiz tanishib olsak bo'lar ekan bo'lmasa. Ha. Men uylanyapman. Tegasizmi? Men uylana olasizmi? Uylanaman. Men bilan qiynalib qolasiz-da. WhatsApp'ingizni bersangiz qiynalmayman, unda olsa pul desangiz pul olib boraman, miltiqda o'qiday. Bitta tug'ib bersam bo'ldimi? Bo'ldi. Siz aytganingizni qilaman, xudo xolasa, aytganingizni. Aytganingiz. Aytganimni qilar ekan. O'laylar qollaring bo'ldi. Olib ketdilaring. Ishonmasangiz WhatsApp'ingizni chekma tashlaysiz. Ishlayotgan joyimda videoga olib ko'rsataman sizga. Mana men ishlayapman deb. Yo'q, saqlanib ko'rasizmi? Men u darajada vahshiy emasman. Jinim hapolmayimcha gap aytaman, hapolmasangiz. Hop, ayting. Yaningizga borib kelib tursam bo'ldi. Yonimga ketib tursangiz bo'ldi. Ha. Yomon ekansiz siz aka. Ya'ni o'ltirdingiz. Nimaga? Olib kelib turib tuzladingiz yog'ini ham. Bo'lmaydimi? Men siz hozir men to'y qilib bergan ekanman. To'y qilib uylana olasizmi? Uylanaman. Bo'ldi unda sovchi jo'nating. Bo'ling. WhatsApp'ingizni bering. WhatsApp'imni nima beraman, shu yerdan topasiz meni. Siz oldin sovchingiz jo'nating. Men qanday topaman sizni? Men yo'qolmayman, men shu yerda bo'laman. Baribir. Uydagilar jo'nating. To'y qilib uylaning. Bo'ldi aka. Kelishdik. Ashetiga kelishdik endi bo'ldi. WhatsApp'ingizni chekma tashlab yuboring. WhatsApp'ingizni Ha. do'stsiz tashlab yuboring. Siz yozib qo'ying, menga men tashlab yuborayin. Yo'q, siz o'zingiz yozing WhatsApp'ingizni menga. Men WhatsApp yozmayman. Men o'zim sizga telefon qilib, adresimni aytaman. Sovchi jo'natasiz-ki. Ha? Men yoningizga borsam bo'ldi. Yonim kelib nima qilasiz? Lekin men boshqachasiga qiziqaman-da, maylimi? Nimaga? Men u siz aytgan narsalarga men siz kelsangiz voy bo'ldi. Voy erkak kishi ekan, erkak kishi mana shunaqa bo'lar ekan deb qolmayman lekin. Men yomonman, aytib qo'yay. Keyin men qishloqda katta bo'lganman. Maqsad boshqa deydi. Men qishloqda katta bo'lgan bo'lsam, maylimi? Siz shaharlik gapirasiz-ku? Mayli. Lekin men yoningizga borib kelib tursam hisob. Oldimga kelib ketib turish uchun ham siz bilasizmi, butun umr ishlashingizga to'g'ri keladi. Maylimi? Siz boqsam bo'ldimi? Meni ne только meni boqasiz. Meni kim boqsanglar ketaveramanmi? Sizni ishlasaga yaramaydi deyishyapti. Bular men bilan birga yotib ko'rish kerak-da, keyin bilishar. Ham boqib, ham qoqishga to'y qachon deydi. Yaqinda. Bodom qoshli. Bodom qoshli.
Ko'rdingizmi? Bu Bu zasos senin emas, bu hol insonlar. Bu hol. bu senin bugundan boshlab menga xotin bo'ldi. Efirga kirgizmayman bugundan boshlab o'zim boqaman. Chichib qo'ydingiz endi, chichib qo'ydingiz endi mashetiga xotin bo'ldi. Qachon sizga xotin bo'ldim? Yo, telefonga bunday qarangchi, o'zi to'g'ri qarang. Qarang telefonga. Shashdingizmi? Yo'q, qarang siz telefonga. Nuqatlilar g'irt o'tarman bo'ladi. Bilaman men nuqatlilar. Qani? Nima bo'ldi? Keting bu yerdan aka dedi aka. Bashirani ko'rsating. Hamma sizni ko'rmoqchi bo'lyapti-da, manidagilar. Bir o'zingizni ko'rsating, bular sizni ko'rib qo'yibsin-ki bo'ladi. Assalomu alaykum, qandaysiz? Assalomu alaykum.